yozyapti to'xtamasdan. Men hayron bo'lyapman. Nimaga Xitoy haqida gapirmaysan? Nima dey Xitoy haqida? San chiqib gapirchi Xitoy. Nima deyish kerak Xitoy haqida? Xitoy ko'payib ketdi. O'zbekistonni ya'ni yangi ochilgan bozor deb qarayapti. Biznes ma'nosida kirib kelyapti. Bu yerdagi o'zbeklar bilan hamkorlik qilyapti. Yerlarni sotib olyapti deydi. Voy, O'zbekistonda yerni sotish degan qonun yo'q. O'zbekistonda yer sotilmaydi. Arendaga beriladi. Yashab turgan uyingizdan sizniki emas. Esdan chiqarmang shuni. Xitoyga biz O'zbekistonni bermaymiz. Xitoyning materialiga O'zbekistonni to'ldirib, Xitoydan bozor qilib kelgan odamlar kirib olib Xitoy deb baqiryapti. Atrofimizda juda xatar ko'p. Xitoy deyaptilar. Xitoy hech narsa emas bular bo'ldi. Xitoyni bir kunda chiqarib yuboramiz. Agar ular mustamlakachilik harakatini qilsa. Tijorat qilib yuribdi hozir ularning aksariyati. Bizni tijoriy maydon deb o'ylayapti. Lekin bular ichimizdagi bolalarimizni e'tiqodini buzadi.